Beton zavod sotib olishda eng qimmat xato nimada bilasizmi? Agar siz ham beton zavod sotib olmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Kimdir eng arzon beton zavod tanlaydi, kimdir esa kattaroq sotib olsam, keyinchalikka ham yetadi deb o'ylaydi. Aslida haqiqat boshqacha. Arzon beton zavod keyinchalik ham doim arzonga tushavermaydi. Katta beton zavod esa har doim ham katta daromad olib kelmaydi. Eng katta xato nimada bilasizmi? Biznesga mos kelmaydigan beton zavod sotib olish. Natijada ortiqcha investitsiya, ortiqcha elektr sarfi, ortiqcha xizmat ko'rsatish xarajatlari, ishlab chiqarish quvvatidan to'liq foydalana olmaslik. 50 kub, 100 kub, 200 kub. Bu raqamlar o'zidan o'zi hech narsani anglatmaydi. Muhimi bir kunda qancha beton ishlab chiqarasiz? Qancha mikser mashina ishlaydi? Obyektlaringiz soni qancha? Mana shu hisob-kitoblar to'g'ri tanlovni belgilaydi. Biz mijozga hech qachon eng qimmatini oling demaymiz. Avvalo uni loyihasini o'rganamiz, hisoblaymiz. Keyinchalik ham haqiqatdan ham unga mos keladigan beton zavodni tavsiya qilamiz. Chunki to'g'ri tanlangan beton zavod yillar davomida foyda keltiradi. Noto'g'ri tanlangan zavod esa doimiy muammoga aylanadi. Agar siz ham beton zavod sotib olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Loyihangizni mutlaqo bepul tahlil qilamiz va qaysi quvvatdagi beton zavod sizning biznesingizga mos tushishini hisoblab beramiz. Eng to'g'ri tanlov tejamkorlikdan boshlanadi.